Bugun 19 oyli o'g'limni Karis bog'chasiga ota-onalar majlisiga chaqirishdi. Bog'chaga borib qarasak, bu ota-onalar majlisi emas, bolachalar bilan ota-onalar birga o'ynashi uchun 3 xil darslik tayyorlab qo'yishibdi. Bog'chaga borishimizga bizga har xil pechenye va mevalar ham berishdi. Va shu meva va pechenyelar ingliz tilida qanday atalishi haqida ham inglizcha kichkina darslik ham o'tdik. Keyingi darsimiz un va xamir bilan o'ynash darsi bo'ldi. Xuddi shunaqa doira shaklida o'tirib olib, sovuni xonadoshlar bilan birgalikda un va xamirdan o'yinlar o'ynadik. Atrofimizda bog'chani mudiri bilan sovuni bog'cha opasi bizni rasmga va videolarga olib turishdi. Koreyada ota-onalar 24 soat ishlagani uchun bolalariga uncha vaqt ajrata olmaydi. Shuning uchun Koreyaning bog'chalarida ota-ona va bolalar birga o'ynashligi uchun har xil sharoitlar yaratib berishar ekan. 19 oyli o'g'lim ilondan qo'rqmasdan ushlab turishini qaranglar va yana ko'plab hasharot va hayvonlarni birgalikda tomosha qildik. Bog'chaga oppoqqina qo'yni bolasini olib kelib qo'ygan ekan, bu qo'yni ko'rib O'zbekiston esimga tushib ketdi.